A'lochi xo'rozcha Anvar Obidjon she'ri. Tanishing, men birinchi B sinfda o'qiyman. 35 ta harflarning barini yaxshi o'qiyman. Ayniqsa-chi, go'zal T ko'zga darrov tashlanar. Chunki oyim nomlari shu harf bilan boshlanar. Avval uncha farqini bilmasdim. Mana endi har xil don-dun yeb, endi yoza olgayman. Makka yoki arpa deb a'lochiman sinfda. Tartibni ham o'rgandim. Faqat bir kun domlaga chakki savol bergandim. Nega bizlar dumsiz yozdik xo'roz deganda? Nima, sizningcha domlajon xo'roz dumsiz ekanda? Toy butaloq buzoqlar o'shanda xo'p kulishdi. Masxarachi kuchuklar masxaralab o'lishdi. Odat qildim shundan so'ng. O'ylab, keyin so'ylashni va o'rgandim qichqirmay, bosiq, mayin kuylashni. Avval nodon, sho'x edim. Endi she'r ham to'qiyman. Tanishing, men birinchi B sinfda o'qiyman.